Yo'lchakani ham bir eslasak. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmatiga o'rgan bo'lsin. Ular bilan qanaqa voqealar, holatlar bo'lgan, esdan chiqmaydigan, biza bilmaydigan. Yo'lchi bilan birinchi tanishganimizda iliq suhbat bo'lib ketgan. Juda iliq bir-birimiz. Undan avval tanish bo'lmagan. Yo'q, umuman tanishmagan. O'sha o'zbek telefonida ko'rishgan. Gavdali bola kirib kelgan. Casting payti. Casting. Tanishganmiz, mana shu rol o'ynaymiz deb. Samimiy shunaqa, ammo dangalchi bola. Dangalchi. O'sha tog'li, mana shu chapanligi bor. Shu syomkalarda ham maza qilib ishlaganmiz birga syomka. Endi hali qiziq joyi yo'lchiga ko'ylak kerak edi haligi. Kalta kiyib qolish kerak, ko'ylak kiyadi-ku lekin. Ko'ylakni shu yo'lchi kiygan kalta ko'ylak meni ko'ylagim. Yo'q. Men olib borganman. Kalta keladigan ko'ylak kerak edi. Men olib kelaman deb ko'ylak olib borgan. Kalta ko'ylak kiygan yo'lchi. Shu serialda nimada. Ana shu ko'ylagini joyida. Yo'lchi bilan endi o'sha filmlarda juda ko'p voqealar bo'lgan, samimiylik, boshqa. Undan keyin ham film muvaffaqiyatli chiqqandan keyin ham yo'lchi bilan ko'p ko'rishib turganmiz, uchrashib turganmiz. Tug'ilgan kunida borib birga o'tirganman. O'shanda juda chiroyli gaplar gapirdi. Niyatlari katta edi. O'zbek filmda katta kaskadyorlik janrida boyevik filmlar olish niyatlari bor edi. Harakat qildi yo'lchi-yu, lekin baribir imkoniyat bo'lmadimi shunga, yo mablag' bo'ldimi boshqa, keyin kino to'xtatib qo'ydi-yu. Endi siz ham o'zingiz ham intervyu qilgansiz, gaplashgansiz. Lekin faqat yaxshi xotiralar qoldi yo'lchidan.